Cho'naga Ibn Sino 2 ga kelganman. Shundaqni Bashkentni bilasizlar, shuni orqasida yoki 588 orientir. To'rxona 5-etaj. O'zi 5 qavatli dom, mana remontlari bilan 97 kvadrat. Xo'sh, endi mana mana bu yoq spalni mana ko'rsatib o'ring. Birinchi spalni mana ketdi, remontlari mashq holatda. Mana bu yoqdagi xonalarni ham ko'rsatib o'ring. Mana keyingi detskiy xona. Mana chiroyli remontlari bor. Shunda kirib yashaysizlar. Mana bu yoqda yana bitta spalni. Xo'p, hammom, tualetlar, sanuzillar alohida. Bu trapetsiya dom. Mana hojatxonani mana bu yoqqa ko'chirishgan, katta qilib olishgan. Xo'sh, mana Mamitlarda ham mana bunaqa joylar qolgan. Endi mana bu yog'imiz mana zal. Remontlari chiroyli, mana ko'rib turganlaridek mana mehmonlar kutishiga tayyor. Xo'sh, bu yog'imiz mana hammom, ko'rsatib o'ring. Endi qaranglar, mana Mamitda o'zi oshxona bo'lgan. Trapetsiyani hisobi yana qiyshiq ekan demaylik, o'zi katta. Mamitga bunday bo'lib turib mana oshxonani qilib olishgan. Mana bu yoqda 2 ga 6 balkon mana. Yoqda ham o'tiradigan joy. Xullas, katta, keng, shinam, fayzli xonadon. Xo'sh, narxini 72 ming so'rashyapti. O'zi bir 75-80 da o'tirish kerak ekan. 72 bo'lsa berib yuboramiz deyapti. Pastki nomerga aloqa qilishinglar, baraka qilinglar, tamom.